Pulini qanaqa qilib chiqarishadi bilmadim-u, lekin Sergelini yaxshi lokatsiyasida qurilayotgan mana shu uchastkalarni narxini в общем tushirib yuborishibdi. 2 etажkali tayyor podключ holatdagi uchastkalarni 110 ming dollardan olsangiz bo'ladi. Tayyor kadastr hujjatlari bor, xuddi mana shu rasmdaqa neoklassik stilda bitirib beramiz deyishyapti. May oyi oxiriga topshiramiz deyishgan. Manzilimiz Sergeli yuqori Darxon mahallasi, Ki avtosaloni orqasidan ham kirish mumkin yoki Choshtepa metrosigacha 500 metr masofa, lokatsiya juda ham zo'r. Ko'rib turganingizda 23 ta qurilayotgan uchastkamiz sifat bilan qurilyapti. Sotuvga endi start berishibdi. Ulgurib qolinglar, o'sha bu bitgan sari, podключ bo'lgan sari narx ko'tarilishi mumkin. Hozir juda ham narxiga stoyt bo'lgan variant, hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Uyimizning planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, darvozaxonaga bitta mashina sig'adigan joy, burchada letniy kuxnaning ham joyi bor. Darvozalar qo'yib beramiz deyishyapti va asosiy binoga kirish eshik romlari ham Engelberg bo'ladi deyishgan. Chap qo'lda biza zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda, devorlari 1,5 g'isht bilan ajratiladi. O'ng qo'lda bo'lsa kuxnani ko'rishimiz mumkin. Yorug'ligi juda ham zo'r. Undan keyin xonamiz, katta yotoqxonasi o'zini sanuzul bilan birga hamma oyna romlar akfadan qilinadi, originaldan. O'rtada bitta garderobli xona va bu yoqda bitta sanuzul joylashgan. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, zinadan chiqishimizda chap qo'lda bitta katta umumiy sanuzul joylashgan. Bu yoqda garderobli xona bo'ladi. Tasviramizda to'g'rida birinchi yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Sanuzulga eshigi bo'lgan ekan, xohlasanglar ochib yuborsanglar bo'ladi. Yonida bo'lsa ikkinchi yotoqxonani ko'ramiz. Bolalar yotoqxonasi qilib yuborish mumkin. Bu yoqda terrasasi bor va uchinchisi katta yotoqxona. Ko'rib turganinglardek, planirovkasi juda ham zo'r. Uchastkamiz ko'pligiga tag'in hammasi umumiy qo'rilgan deb o'ylamanglar. Betonidan tortib tomigacha hammasiga alohida qilingan. Uchastkamizning maydoni 1,2 sotiq bo'ladi. Binoning maydoni 130 kvadrat metr. Eslatib ketaman, 110 ming dollarga tayyor podключ holatda bitirib berishadi. Zo'r tarafi, kadastr hujjatlari bor, sraz afon qolish mumkin. Pastda quruvchilar nomerini qoldiramiz. Bemalol savdolashsangiz bo'ladi. Pulini qanaqa qilib chiqarishadi bilmadim-u, lekin Sergelini yaxshi lokatsiyasida qurilayotgan mana shu uchastkalarni narxini в общем tushirib yuborishibdi. 2 etажkali tayyor podключ holatdagi uchastkalarni 110 ming dollardan olsangiz bo'ladi. Tayyor kadastr hujjatlari bor, xuddi mana shu rasmdaqa neoklassik stilda bitirib beramiz deyishyapti. May oyi oxiriga topshiramiz deyishgan. Manzilimiz Sergeli yuqori Darxon mahallasi, Ki avtosaloni orqasidan ham kirish mumkin yoki Choshtepa metrosigacha 500 metr masofa, lokatsiya juda ham zo'r. Ko'rib turganingizda 23 ta qurilayotgan uchastkamiz sifat bilan qurilyapti. Sotuvga endi start berishibdi. Ulgurib qolinglar, o'sha bu bitgan sari, podключ bo'lgan sari narx ko'tarilishi mumkin. Hozir juda ham narxiga stoyt bo'lgan variant, hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Uyimizning planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, darvozaxonaga bitta mashina sig'adigan joy, burchada letniy kuxnaning ham joyi bor. Darvozalar qo'yib beramiz deyishyapti va asosiy binoga kirish eshik romlari ham Engelberg bo'ladi deyishgan. Chap qo'lda biza zal